Mashg'ul, Limgyol. Ssenariy muallifi Chon Eun-bi. Rejissyor Yu Son-don. Mening orzuyimsan. Barcha voqealar, joynomlar va qahramonlar o'ylab topilgan, har qanday o'xshashlik shunchaki tasodif. 2011-yil. Uch, ikki, bir. Quyosh buncha qizdirmasa, qani tushlik qilgan olg'a. Tezroq. Bo'la qolsang-chi. Nega sekin haydayapsan bo'y? Zo'rg'a qimirlayapsan, bo'la qol. Indamasdan hayda. Sen kuchlisan, dugonajon, bo'la qol. O'sha vaqtlarda men har kuni tushda yashagandim. Ey, meni suratga olma. Nega endi? Chiroylisan-ku. O'shanda men butkul, uni orzusini amalga oshirish bilan band edim. Mening orzuyimsan. – 2025-yil. 1 daqiqa. Kola bersangiz. Yan, tayyormisan? Voy, nega qolib ketding? Ha, ketyapman. Bo'ldi, ketyapman. Agar men o'zim xohlagandek inson bo'lmagan bo'lsam, demak men omadsizlikka uchraganman. Va nihoyat orzuyimdagidek yashayotgan bo'lsam, hayotimni omadli desa bo'ladimi o'zi? Va nihoyat kino festivalining 83-sonida Oltin to'lqin mukofotini qoyil. Kelajak to'lqinidan keyingi mukofot bo'larkanda bu. Bu mukofotni Yan uning Daydish filmi qo'lga kiritadi. Yan u Daydish. Katta rahmat. Bunga munosibsiz. Katta rahmat. Ana endi nutq so'zlang. Gracias. Thank you. Men bu yerga tashrif buyurgan hammadan minnatdor ekanimni aytib o'tmoqchiman. Bu sahnaga ikkinchi bor qadam bosyapman. Aynan shuning uchun qisqa va lo'nda gapirishga harakat qilaman. Koreys tilida. Hayotda maqsadi bo'lmagan 18 yoshli yigitga orzu bergan bir inson bor. Bu obro'ni barini men unga bag'ishlayman. Do'stlar, qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar orzu qilishni davom ettiring. Katta rahmat. Thank you. Sizning birinchi katta metrajli filmingiz mukofotga sazovor bo'ldi va yilning eng yaxshi filmi deb topildi. Sizni tabriklaymiz. Odamlar sizni allaqachon eng yosh va omadli rejissyor deb atamoqda. Qo'lingizdagi mukofot juda ham og'ir bo'lsa kerak-a? Bu ulkan sharaf va katta majburiyat degani. Mukofot qo'lingizda porlab turibdi. Kelajakda bundan ham katta yutuqlarga erisha olasizmi? Shunday deb o'ylaysizmi? Unda bir joyga borishim kerak. Qayerga borasiz? Ichish uchun boraman menimcha. Birinchi qism. Voy.
Voy belim ey. Yo xudoyiji. Mollyuskalarni qazish bo'yicha chempionmisan? Xo'sh, nima deysan? Biz bilan birga ishlaysanmi? Menga buning uchun qancha to'lamoqchisiz? Men 8 yildan beri reportyor bo'lib ishlayman. Mollyuskalarni birinchi marta qaziyotganim yo'q. Bugun bu yerdagi barcha mollyuskalarni qazib chiqaraman. Yo'q, bunaqasi ketmaydi. Hademay to'lqin boshlanadi. Sekingina ketish kerak. Ha, to'g'risi sizlar bilan ishlash menga ham ancha qiziqroq. Energiyam ortadi. Yo xudo, Kanladodanmisan? Kyonsandondanman. Loyli joylarda yurganda sayoz joylarda ehtiyot bo'lish kerak. Sayoz, suvli joylarni aytyapsizmi? Unday joyda yiqilib tushsang bormi, hammasi tamom. Hayot ham o'zi mana shunday emasmi? Ozgina sirpansang tamom, yiqilding-da. Ay! Juda og'riyapti. Buni qara-yu. Xo'sh, ahvoling qalay? Yaxshimisan? Buni qara. Axir hozirgina aytdim-ku. Hayot ham xuddi mana shunday chuqurlarga o'xshaydi. Men har bir qadamim uchun jang qilaman. Va oxir oqibat baribir loyga yiqilaman. Alo, eshitaman. Ovqatlandingmi? Ha, ovqatlandim. O'zingchi? Men esa yo'q. Nima bo'ldi? Bir muammo chiqib qoldi. Ijara pulini yana ko'tarishibdi. Bu yana nimasi bo'ldi-ya? Bu pulga bitta do'konni ijaraga olsa bo'ladi. Mayli, tushundim. Pul topaman. Kechir meni. Hech qayering og'rimayaptimi? Oyog'ing qanday? Bugun yomg'ir yog'sa kerak. Biroz og'riyapti. Oyoqlaring ob-havo axborotidan ko'ra yaxshiroq ishlaydi. Oyi, men deyarli uyga yaqinlashdim. Keyinroq qo'ng'iroq qilaman, xo'p? Mayli, damingni ola qol. Xayrli tun. Ha. Yo xudo. Hozir o'lib qolaman. Boshqa kuchim qolmadi. Kim bo'lsa ham meni o'rnimga ishlab beringlar. Men nima qilib bo'lsa ham buni o'zim tozalayman. Men faqat o'z kuchimga ishonaman. Yo xudo, dog'i ketmayapti. Jin ursin. Tashlab yuboraman. Daydash filmi rejissyorning hayoti va ijodi bilan bog'liq bo'lgan ilk to'liq metrajli film. Ushbu film muhojir yigitning boshqa davlatdagi sayohati haqida bo'lib o'tadi va kritiklar tomonidan a'lo bahoni ham qo'lga kirita oldi. Har bir tomoshabin yuqori baholar qo'ygan holatda aktyorlik mahorati va ssenariyni maqtayapti. Oho, birinchi filmidanoq omadli chiqdi. Yan u koreyalik bo'lganini hisobga olganda, Koreyani o'zida ham ko'p muxbirlar u haqida ko'p qo'lyozmalar yozib kelishyapti. U koreys ekanmi? News'dan muxbiri uni mukofotni olganidan so'ng sevgilisiga yuborgan nomasi haqida ko'p qo'lyozmalar yoza oldi. O'z nutqingizda aytgan o'sha qiz kimligini bilsak bo'ladimi? Meni birinchi muhabbatim. Bu mavzuni ochmaganing ma'qul. Janob rejissyor, koreyaliklar ham buni tomosha qilyapti. Iltimos, birinchi muhabbatingiz haqida aytib bersangiz. Ko'ryapsanmi? Va'damni ustidan chiqdim. Endi oldinga ketyapman. O, Sobin. Bu nima? Chindan ham umi? O, Sobin. O'shu. Jin ursin. Sobin. Nima?
Hech narsa chiqmayapti-yu. Ha, Ian. u endi Ian edi-ya. Ian u. Ianu kino festivalida mukofotni qo'lga kiritdi. Nima? U bu yerda nimalar deb valdiryapti? Men sizlarga nima tarjimonmanmi? Pastda tarjimasi bo'lmaydimi? Subtitri qani? I am go to drink. Ya xudo, nimalar deb valdiryapti? Koreysmisan, koreys tilida gapir. Umuman olganda, qani kel bu yerga. Ana o'shanda men seni bah. Yo'q. Ming la'nat. Oh, yo'q. Hurmatli yo'lovchilar, tez orada samolyotimiz xalqaro Incheon aeroportiga qo'nadi. Iltimos, xavfsizlik kemarlarini yechmang va o'rningizdan turmang. O'rindig'ingizni qulay vertikal holatga keltirib oling. Koreyada ekanligingni menga aytishmagandi. Iltimos, buni xalqaro qo'ng'iroq deb aytmagin tag'in. Koreya rostdan ham o'zgarib ketibdi. Ha, meni aeroportda yarim soat kutib tura olasanmi? Kelganing haqida qo'lyozma yozib chiqaraman. Bu yerda ham muxlislaring ko'p bo'lishini istamayapsanmi? Sen o'zing menga yetasan. Oy, to'xta, Mayli, to'xta. xayr. Oho, bu tomoshani yoshlar ham yoqtiradiganga o'xshaydi. Kechirasiz, nimadir deganmidingiz? Shunchaki bu tomosha menga ham yoqadi. Mayli, tomoshani davom ettiring. Men Choyjeni muxlisiman. Ha, yo'q-e? O'sha muxbir qiznimi? Yo xudo, bu qiz yurtimizni barcha shevalarda gapira oladi. Yaxshi ishlaydi. Taomni ham mazali yeydi va yana kattalar bilan juda ham odob bilan gaplashadi. Otasiga rahmat. Umuman o'zgarmabdi. Lekin mehmonxonaga ketayotganingizga qaraganda, Koreyada yashamaysiz, shundaymi? Shunchaki bu yerda anchadan beri bo'lmagandim. Ko'p narsa o'zgaribdi. Ha, xuddi shunday. Yurtimizda ko'zingni bir ochib yumguningcha butkul har narsa o'zgarib ketyapti.